2 xonali kvartiramiz srochno sotilmoqda do'stlar. Bizni kiraverish zonamiz kutib oladi do'stlar. Kiraverishdan chap tarafimizda hojatxonamiz bilan vannamiz bor. Batafsil bu yerda ixchamgina hojatxonamiz, vannaga qo'shilgan. Qishda issiq sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Bu yerimiz do'stlar oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizda gaz plita, kiradigan mashina, xolodilniklarimiz bor. Manzarani yangi qurilayotgan masjidni bemalol ko'rsa bo'ladi. O gumbazi ko'rishimiz mumkin. Bu yerda to'g'rida rohatga ketadigan mashinalar turadi, ya'ni vokzal. Manzarani lekin o'zim ham ko'rib qoyil qoldim. Xursand bo'lib ketdim, kayfiyatlarim ko'tarilib. Bu yerimiz kichkinagina balkonchamiz do'stlar. Zalimiz kutib oladi. To'g'riyamizda kengina koridorimiz. Mana zal, ko'rib turganimizda televizor, ko'rpa to'shaklar, stol, stul, divanlarimiz bor. Remontlari yangi qilingan, did bilan, havas bilan natijnoylarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Hammasi yangi qilinib, chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yerda jaluzilarimiz ham bor. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz spalni bo'ladi do'stlar. Spalnimiz, mana bu spalnimiz ham mebel, pebel, divanlari bilan birga, oynalari akfa bo'ladi. Narx-navosini batafsil bilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaramiz. Obuna bo'lib, like bosib, bizni kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan har doimdek aktiv ko'k ko'z bola.